Hammaga assalomu alaykum. Bugungi darsimiz turkchada hozirgi zamon, ya'ni shimdiki zaman. Shimdi turk tilida hozir deb tarjima qilinadi. Shimdiki zaman esa hozirgi zamon deb aytiladi. Hozirgi zamonning turk tilidagi qo'shimchasi yor hisoblanadi. Fe'llarga bu qo'shimchani qo'shish orqali hozir qilayotgan ish-harakatlarimizni aytishimiz mumkin. Masalan, kitob o'qiyapman, rasm tomosha qilyapman bo'lishi mumkin. Qo'shiq kuylayapman, kitob o'qiyapman shaklda hozirgi zamonni yasaymiz. Hozirgi zamon turk tilida 3 xil yasaladi. Bu 3 xillikning sababi fe'l hisoblanadi. Fe'llarni qaysi harflar bilan, qanday harflar bilan tugashi asosida ularni ajratib olamiz. Birinchisi, agar fe'limiz unli harflar bilan tugasa, faqatgina yor qo'shimchasini o'zini qo'yamiz. Faqat o'zini. Masalan, o'qu unli bilan tugayapti. O'qiyor desak, o'qiyapti degani bo'ladi. Uyi, ya'ni uxla. Uyuyor. Yuri, yur. Yuriyor. Aji, ajiyor. Ajimak degani og'rimoq degani. Ajiyor, og'riyapti. Masalan, onun qo'li ajiyor desak, uning qo'li og'riyapti deb tarjima qilinadi. Mana bu yerda olmoshlarimiz bor. Ben, sen, o, biz, siz, onlar, men, sen, u, biz, siz, ular. Endi yuqorida ko'rganimizdek unli bilan tugagan fe'lga hozirgi zamonni qo'shib ko'ramiz. O'qu asosimiz, yor hozirgi zamon qo'shimchamiz, esa birinchi shaxs, shaxson qo'shimchamiz. Ben okuyorum. Ben okuyorum. Sen okuyorsun. İkinci şahısta sun. O okuyor. Şahsdan qo'shimchamiz yo'q, nolga teng. Biz okuyoruz. Faqat. Siz okuyorsunuz. Onlar okuyorlar shaklda bo'ladi. Demak, birinchi qoidamiz, fe'l unli bilan tugasa, faqatgina yorni o'zini qo'shar ekanmiz. Endi fe'limiz undosh bilan tugasa, biz yorni 4 xillik shaklda iyor, iyor, uyor, uyor shaklida qo'shamiz. Bunda biz bu qoidani bilamiz, ya'ni 4ga bo'linish qoidasini fe'lning oxirgi bo'g'indagi unliga qaraymiz. Misol, fe'limiz gelmak, bor oxirida, i'dan keyin iyor nuqtali kelar edi. O'shaning uchun mana ben geliyorum. Sen geliyorsun. O geliyor. Biz geliyoruz. Siz geliyorsunuz. Onlar geliyorlar shaklida bo'ladi. Keyingisi esa almak fe'li. A bor. O'dan keyin ö keladi. Endi qo'shimchamiz yor shaklini oladi. Alıyorum. Alıyorsun. Alıyor. Alıyoruz. Alıyorsunuz. Alıyorlar shaklida bo'ladi. Keyingisi esa koşmak fe'limiz. Koşmak yugurmoq degani. Endi o'dan keyin u kelganligi uchun qo'shimchamiz uyor shaklida bo'ladi. Koşuyorum, koşuyorsun, koşuyor, koşuyoruz, koşuyorsunuz, koşuyorlar. Keyingi fe'limiz esa görmek, ko'rmoq degani. Udan sonra uyor shaklini oladi qo'shimchamiz. Shunga ko'ra görüyorum, görüyorsun, görüyor, görüyoruz, görüyorsunuz, görüyorlar shaklida bo'ladi. Bu ikkinchi qoidamiz edi. Demak, birinchisi fe'l unli bilan tugasa, keyingisi undosh bilan tugasa, uchinchisi esa fe'limiz a yoki i
qo'shimchalardan biri bilan tugasa. Bunga misol qilib aramak, anlamak, beklamak, o'zlamak fe'llarini olishimiz mumkin. Aramak, izlamoq, telefon qilmoq, anlamak, tushunmoq, beklamak, kutmoq, o'zlamak esa sog'inmoq deb tarjima qilinadi. Endi bunda biz qanday qilamiz? Fe'limiz a yoki e bilan tugadi. Aramak, beklamak. Bo'lganda biz ana shu oxirgi unli a yoki e ni tushirib qoldiramiz. Umuman tushirib qoldiramiz va undan oldingi unliga qarab, masalan, arada ani tushirsak ham a qolyapti. Bir xil unli bo'lgani uchun yuqoridagi qoida bor edi-yu. Iyor, iyor, uyor, uyor shaklda. Shunga qarab, endi qo'shimchani qo'shamiz. Masalan, arada ani tushirib tashladik, ar qoldi. Mana bu aga qarab biz iyor qilib oldik. Ariyor degani izlayapti yoki telefon qilyapti degani. Anlamakda ham ikkinchi ani tushirib tashladik. Birinchi aga qarab anliyor, tushunyapti. O'ynamakda ani tushirib tashladik, o qoldi. Udan keyin u keladi. O'yniyor. Boshlamakda ani tushirib tashladik. Birinchi aga qarab boshliyor. Ko'klamakda ani tushirib tashladik. Hidlamoq degani oga qarab ko'kliyor bo'ldi. Keyingisi bekle. Moq dedik. Ini tushirib tashladik. Oldingi ega qarab bekliyor. O'zlamak, sog'inmoq. Ini tushirib tashladik. U qoldi. Udan keyin u kelganligi uchun o'zliyor. O'zliyor. Dinlamak. Ini tushirib tashladik. Oldingi nuqtaliga qarab dinliyor. Tinglamoq, eshitmoq degani. Izlamak. Ini tushirib tashladik. Oldingi ega qarab izliyor. Tomosha qilmoq yoki ta'qib qilmoq degani. Demak, bu uchinchi qoidamiz. Birinchisi unli bilan tugasa, faqat yor qo'shamiz. Ikkinchisi undosh bilan tugasa, to'rt shaklga qarab qo'shamiz. Uchinchisi a, edan biri bilan tugasa, o'sha unlini tushirib tashlab, yuqoridagi kabi undan oldingi unliga qarab to'rt xillik shaklda qo'shimcha qo'shar ekanmiz. Xo'p, endi hozirgi zamonning inkor shakliga keldik. Hozirgi zamonning inkor shakli to'rt xillik hisoblanadi. Mana yuqorida ko'ringandek meyor, mayor, muyor, muyor shaklida bo'ladi. Demak, biz hozirgi zamonda to'rtga bo'linish qoidasini eslashimiz kerak ekan. Fe'ldan keyin o'sha bo'lishsizlik meni qo'shamiz. Gelmiyorum, kelmayapman. Geliyorum, kelyapman edi. Gelmiyorum, kelmayapman. Gelmiyorsun, kelmayapsan. Gelmiyor, kelmayapti. Gelmiyoruz, kelmayapmiz. Gelmiyorsunuz, kelmayapsiz. Gelmiyorlar, kelmayaptilar deb tarjima qilinadi. Yapmak fe'li. Yapmak fe'li turkchada juda ko'p e, xizmat qiladigan, ko'p ma'no beradigan fe'l hisoblanadi. Yapmak o'zbekchada o'sha qilmoq. Qo'shma fe'llar yasaladi bu fe'l bilan. Masalan, ders yapmak, kahvaltı yapmak, dush yapmak kabi shakllari bor. Qilmoq, qilmayapman desam, yapmıyorum. Nimaga m bo'ldi? Yapda a bor chunki. Yapmıyorsun, yapmıyor, yapmıyoruz, yapmıyorsunuz, yapmıyorlar shaklida bo'ladi. O'qimak fe'lida ham xuddi shunday. Oxirgi unliga qaraymiz. U turibdi. Shunga qarab inkor qo'shimchamiz mu shaklida bo'ladi. O'qimiyorum. Gülmek fe'lida esa ü bo'lganligi uchun mü shaklida bo'ladi. Gülmüyorum. Gülmüyorsun. Gülmüyor shaklida davom etadi. Ana endi hozirgi zamonning so'roq shakliga keldik.
Xo'p, hozirgi zamonning so'roq shakli qanday bo'ladi? Hozirgi zamonning so'roq shaklida yuqoridagi darak shakldagi qoidalar asosida qo'shamiz. Faqatgina mu so'roq yuklamasini e, shaxsondan oldin qo'shib qo'yamiz. Bunda qanday bo'ladi? Masalan, geliyor. Biz yuqorida uni qanday yasalganini ko'rdik. Bundosh bilan tugagan so'zga iyor shaklida qo'shdik. Endi undan keyin mu doim ajratib mu yum doim mu bo'ladi, chunki undan oldin keladigan so'z yor bo'lganligi uchun.